Salom, men Lisaman. Bugun Ella mendan xohlaganimni so'rashi mumkin. Menga yoqadigan savollarmi bular? Sahnadagi musiqiy artist Lisa va sahna tashqarisidagi Lalisa o'rtasida eng katta farq. Sahnada hamma narsa mukammal bo'lishi kerak. Bu narsa sahna chiqishi Lisa, men ularning zavqlanishiga ishonch hosil qilmoqchiman va ular bilan turib raqs tushishlarni xohlayman. Ba'zida bilasizmi, o'tirganlarga qarab turing, raqs deyman. Sahnadan tashqarida esa hamma tinch, uyda qolish, Netflix tomosha qilish, mushuklarim va itlarim bilan bo'lish. Mushugim meni ustimda yotganida esa va ularning mo'rashi, juda ham maroqli. Sizning sahna chiqishidan oldingi ritualingiz qanday ko'rinadi? Men biroz cho'zilaman, duo qilaman va qisqa uxlash qilaman. Juda ham qisqa uxlash. Eng esda qolarli lahzangiz Blackpink bilan qanday bo'lgan? O'tgan yildagi sayohatda mening qiz do'stlarim bilan bo'lgan. Avvalo, men xarid qilishni yaxshi ko'raman va yaxshi taomni ham sevaman. Shuning uchun doimo, bilasizmi, ular bilan birga chiqib, yaxshi kechki ovqat qilishni so'rayman. Birga biz hamma joyga sayohat qilamiz, sifatli vaqt o'tkazamiz. Ba'zan kulgili paytlar, ba'zan esa qayg'uli paytlar bo'ladi, lekin men ular bilan o'tgan har daqiqamni yaxshi ko'raman. Qaysi Blackpink a'zosi eng yaxshi maslahatni beradi? Barchasi zo'r. Barchasi yaxshi maslahat berishadi. Barchasi yaxshi tinglovchilar va men ularga ishonaman. Barchasi yaxshi maslahatchi. Sizchi? Men unday deb o'ylamayman. Barcha loyihalaringiz orasida qaysi biri eng qiyin xaligrafiyani o'rganishga to'g'ri keladi? Menimcha, barchasida birinchi kun men uchun qiyin bo'lgan, lekin eng qiyin narsa musiqa videosi uchun. Uni soch va makiyaj qilinishidan oldin o'rganganman va keyin suratga tushganman. Bu hatto bir kun ham bo'lmagan, faqat 1 soat atrofida edi. So'ng soch va makiyaj qilindi va keyin suratga tushdik. Suratga olganman. Bu ahmoqona. The White Lotus setidagi eng sevimli tajribangiz nima? Juda yaxshi ko'raman. Rol ijrochilari, ular juda yoqimli. Men ularni yaxshi ko'raman. Eng yaxshi narsa har kecha an'anaviy, mazali tay taomini yeyish edi. Eng kam baholangan tay taomi nima? Bu juda ham ko'p. Kamoyang. Bu cho'chqa go'shti, ya'ni qovurilgan cho'chqa go'shti, yopishqoq guruch va maxsus sous bilan. Eng zo'r tay taomi qaysi? Men pishira olmayman, faqat tay uslubidagi omletni pishirishim mumkin. Siz unga masalan qisqichbaqa va cho'chqa go'shtini va maxsus sous qo'yasiz. Ha, bu juda mazali, haqiqatan ham juda yaxshi. Bunday juda yaxshi. Qaysi san'atkorlar sizni ilhomlantirdi? O'sishgami? Albatta Rihanna. Uning musiqasi, uslubi, shaxsiyati, hammasi. Men uni yaxshi ko'raman. Orzuyingizdagi musiqiy hamkoringiz kim? Central C. Men uni yaxshi ko'raman. Uning uslubi juda noyob. Hozir qaysi qo'shiqni qayta tinglayapsiz? Judayam yaxshi ko'raman. The Boy Is Mine, Ariana Grande tomonidan aytilgan. Qaysi go'zallik mahsulotisiz siz yashay olmaysiz? Lab balzami. Lab balzamsiz yashay olmayman. Soch shunday turib qolsa yoqmaydi. Xuddi shunday. Lab balzami. Oxirgi marta qaysi ko'p qismli serialni tomosha qilgansiz? Ajdarning uyi, birinchi qism. Men Team Serena Blackdanmi? Bilmayman. Bugun men va Ella bilan vaqt o'tkazganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta, Ellaning sentyabrdagi sonini tekshirib ko'ring. Xayr! Barchaga xayrli kun. Mana shunday idollarning o'zbekcha spichlarini ko'rishni istasangiz, bizni tomosha qilishda davom eting hamda like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Sarvinoz bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.